Hürmetli vatandaş, bugünkü leksiyalarımızı başlayımız. Leksiya, muhakeme, haber hem sözcüsüdür. Leksiyada Sıdık Rose, Washington'dan sözdeyimiz. Bugün çislağa 10. ayının 7. günü haftaga düşenbe vatandaş. Ben sizlerge şundak başlayılı ki bugün bu sözümüz ve leksiyamızda uçuğun Eysak 7. ayının 12. günü, yani uçuğurak Eysak 6. ayının 12. günü. Devlet Meclisi, Tibet Doğrusu Kanunlayı 6. ayının 18. günü. Devlet Meclisi'nin azası Mike McConnell ve Sabık Avam Palata Başlığı Nancy Pelosi Hanım başçılığındaki Devlet Meclisi'nin vekiller ümüğü Hindistan'ı ziyaret, Dharamsalada Dalai Lama'yı ziyaret ve ondan keyin Dalai Lama'yı görüşkenden keyin Hindistan'ın veziri Modi ile görüşkenliği. Tamam. 6. ayının 23. günü Dalai Lama Dharamsalada New York şehri gidip geldi. Hazırgıça Washington'da. Şunun 7. ayının 13. günü kelgende Amerika Koşmuş Ştatları Prezidenti Joe Biden Tibet meselesini hal kılışını ilgili sürüş kanun layihəsiga imza koydu, resmi kanun oldu. 7. ayının 15. günü izninizden haberi var vatandaş Cungo'nun 3. növbetlik umumi yığını, yani 20. növbetlik 3. umumi yığını açıldı vatandaş. Ondan buran 7. ayının 9. günü NATO'nun yığını Washington'da açılgan NATO'nun yığını tantaneli kaldı. Yaki uçu yaki prinsipal qaratmalıklı Cungo qaratkan aldı açıldı ve şunda ahırlaştı vatandaş. Endi biz hazır 10. aydan gap açaylı. 10. ayga kelgende 10. ayının 1. günüdün başlap Xitayda devlet bayrami boldu. Bu devlet bayramiga masalan avval Amerika Qo'shma Shtatlar degandek birinchi olup devlet bayramını tebriklep telegramma yollashi kerakdi. Ammo Amerika Qo'shma Shtatları devlet mahkemesi kechikdi. Yoki kechiktirib qo'ydi. Bu telegramma 3. günü tüngün sözüldü sizlarga. 3. günü Washington vaqti degan saat 8'de yollandı vatandaş. Hesapta gün örilgende 3 günden onun kendi bugünkü bu haberimizde qiziqsizlar bu haber gelsiler. Ko'rsatganicha Cungo Tashqi ishlar ministerligi shu orliqda oldirab ketib taqozo bo'lib Prezident Joe Biden Amerika Qo'shma Shtatlari telegramma yollab Rais Xi Jinpingni Cungo'ning va Cungo xalqini bayram munosabati bilan tabrikladi deb bayonot e'lon Tashqi ishlar ministerligi. Ve orliqda birisining to'rt video filmida shunday gapni o'tirib chiqqanligi sizlarga dedim, lekin mazmunni aytib bermadim. Chunki konkret mazmun yo'q. Konkret mazmun bugun yetib kelgani qaraganda vatandaş bunun özü nima gap ekan desangiz, bu telegrammani soat 8'de 3. günü yoki 3. günü soat 8'de Washington vaqti degan soat 8 yollagan davlat arbobi Amerika Qo'shma Shtatlari Devlet Mahkemesi Devlet İştakatı Antony Blinken. Hazır buna da ko'rsatilishicha, mesela Aksaray'ın torbetleri kirib qarab baksanız, Prezident Joe Biden'ın Cungo'nun bayramını ve yoki Xi Jinpingni tabriklab avatgan telegrammasının iznasi yo'q. Nima uchun Cungo Kompartiyasi shunday usulni qo'llandi? Uning Tashqi ishlar ministerligi nima uchun shunday bayonot e'lon qildi? Desangiz, Cungoda Jongnanxayda vaziyat yaratish yoki Xi Jinpingga munosabatlik vaziyat yaratish. Shuning ehtiyojli shunday qildi deganda, demak bir davlatning Tashqi ishlar ministerligi, diplomatiya ministerligi yolg'on so'zlayotdi degan gap vatandosh. Yolg'on so'zlayotdi degan gap. Endi bugun mushularni davr qilgan holda sizlarga leksiya so'zlaymiz hozir.
Mavzu mundaq anlanglar. Peshqadamlar ve armiya qarshilik ko'rsatdi. Xi Jinping huquqdan ayrılıp kaldı. Mavzulu xabar 10 ayının 6 günü Vanbit orbitida e'lon qilindi. Xabar mundaq başlandı, signal. Uçur mundaq başlandı. 10 ayının 1 günüdən keyin Jonanxay jimjit bo'lib qoldi. Ko'rinishda jimjit turdi Jonanxay. Lekin yangi xabarlar yana o'tirg'i chiqishga boshladi. Biz 7-ay, 8-aylarda nimalarni deb keldik? Yani shuningga o'xshash xabarlar Jonanxay yana o'tirg'i chiqish boshladi. O'tgan bir necha oydan beri Beijingda har xil xabarlar tarqalishga boshladi, boshda aytgandek. Rost va yolg'onligini ayrig'ili bo'lmadi. Tashqi dunyo ajabsinib qarabla qoldi. Lekin Li Ruixuan Wen Jiabao o'tirg'i chiqqandan keyin tashqi dunyo yaqinda Jonanxayda yuz bergan ishlar to'g'risida damaliqqa bir nimalarni tushungandek bo'ldi. Davlat bayrami musiqa kechaligi Wen Jiabao yo'q, sizlarga topshirdik. Davlat bayrami ziyofat kuni 9-ayning 30-kuni Wen Jiabao ziyofat zaliga kirdi. Kirganda bu Reis Xi Jinpingning sol tarafida o'ltirdi, o'ng tarafida Li Ruixuan o'ltirdi. Mush Changweilarning ishida surishtirib kelsangiz, burunqi koni yangilarning ishida bu Li Ruixuan degan odam bir oz desangiz mo'tilroq odam. Vaqatim Xi Jinping o'ng tarafga uni oldi, Wen Jiabaoni sol tarafga oldi. Mushundoq ko'rinish Jungoda Xinhuashi markaziy televiziya stansiyasi qo'yib berdi va butun dunyoda bu ko'rinish hosil bo'ldi. Buning taxammu shu ko'rinishning tashqi va haqiqiy mazmunining nima ekanligida hozirgacha oshkora bo'lgani yo'q. Lekin bugun jipchi chiqyapti vatandosh. Tashqi dunyo qandaqdir bir xabarga erishgandek bo'ldi. 3-chi umumiy yig'in ochilgan kundan boshlab tashqi dunyo Jungo Kompartiya rahbarlarining asta huquqdan qilayotganligini yoki huquqdan ayrilib qilayotganligini his qilishga boshladi. Ham ko'zi bilan ko'rishga boshladi. Faqat bir ish shu bo'ldiki, Jonanxayda zodi nima ish yuz berdi? Buning haqiqiy qiyofati, haqiqiy mohiyatini hech kim bilmaydi. Amerika hukumat tarafdan aytganda, yaqinda Jungo Kompartiyasi to'g'risida ba'zi o'zgarishlar bo'ldi. Balki eng to'g'ri ahvolni to'liq egallagan bo'lishi mumkin. Ya'ni Washington Jonanxayning bugungi kundagi to'liq ahvolini egallagan bo'lishi mumkin. Ba'zi paranglar tarqaldi. Jiang Yusha Harbiy ishlar komitetining ma'muriyati oraliqda bo'lib yuqori ko'tarildi. Amaliyotda hozir tashviqot targ'iboti ko'tarilyapti. Jiang Yusha Harbiy ishlar komitetining huquqini qo'lga oldi degan gaplar o'tirg'i chiqyapti. Jiang Yusha bilan Wen Jiabao birlashib harbiy ishlarda cho'ng maslahatchi bo'ldi yoki cho'ng maslahat berdi. Yana ba'zi gaplarda Jiang Yusha armiya huquqini butunlay kontrol qildi. Yani Wen Jiabaoni biz Reis Xi Jinpingning yonida ziyofat o'tadi degan bitoq, endilikda Jiang Yusha armiya huquqini butunlay kontrol qildi. Yoki harbiy ishlar komitetini butunlay kontrol qildi deyildi. Jiang Yusha qatorliq harbiy amaldorlar Xi Jinping bilan ko'rishib bir yerga kelolmagandan keyin dastlabda birinchi bosqichda Jiang Yusha o'zining harbiy amaldor ofitserlari bilan birga Xi Jinping bilan ko'rishib maslahati bir fikr kelolmagandan keyin Jiang Yusha bu ko'rishishning ahvolini, o'tirib qo'yilgan fikrlarni, Reis Xi Jinpingning qo'shilmaganligini doklad qilib tayyorlab Hu Jintao bilan Wen Jiabaoga doklad qildi. Bular doklad qilish u buktima emas, biroq davlat rahbarlari, burunqi zamonning davlat rahbarlari, bir davrning davlat rahbarlari Jungoda. Balki eng oxirgi Xi Jinpingdan burunqidan shuningga doklad qildi dedi. Wen Jiabao o'tirg'i chiqib Xi Jinpingni huquqni topshirishga majbur bo'ldi. Endi keldimi? Hani gapmaya keldi. Birinchi kuni musiqa kechaligida yo'q.
İkinci günü ziyafette hazır oldu Winjabao. Bu qatim endi Jiang Yushan'ın dokladını görüp Winjabao Xi Jinping'ni hukukla tapşırışga mecburladı. Şuna buluşu mümkün mü vatandaşım? Siz mesela qaysı noktada Winjabao'nun şunda qila olishiga ishini siz amaliy hukuk Xi Jinping'ning qo'lida. Bu Winjabao pensiyaga chiqqan davlat rahbari. Pensiyaga chiqqan davlat rahbari qandaq ahvolda Xi Jinping'ga majburlab turib huquqni topshir dedi. Bunun yana bir jarayoni bo'lishi mumkin yoki bo'lmasa, bu ta'zim mumkin bo'lmaydi, lekin mush ish yuz berdi davatida. Huquq topshirishga majburladi. Lekin siyosiy peshqadamlar Xi Jinping'ning o'rniga muvofiq bir odam yo'q deb qaraganlikdan kelar qadamga tayyorlab qo'ygan siyosatmi tayyor bo'lmaganlikdan Xi Jinping'ning yana davomli huquq beshida turishi lozim deb qaraydi. Demak, hozirgi Xi Jinping huquqni topshirib o'tgan, lekin yana suratga, obrazga, vakilga simvol bo'lib, huquq beshida turayotgan odam bo'lib hisoblanadi vatandosh. Mushunaq bo'lgan ishlar bo'ladi. O'xshashli bir vaqtda partiya matbuotlarining uchur aloqa yo'llari Xinhua Shimirdebao deganlarning tamom qamal qilindi. Mani ko'ring endi. Tamam qamal qilindi. Mushagimni qistirib qo'yay, men bugun ko'rgan xabarimda suv shavxoni bilasizlar, u nima xabar berdi desangiz, hozir Winjabao, ya'ni shu Winjabao Rais Xi Jinpingga maslahat berib, tor betlarini boshquradigan, nazorat qiladigan va xabarlarni, leksiyalarni baholaydigan 450 ming nafar Maşındaq 5 moçellik partiya a'zosi varken 450 ming nafar hammani amaldan qoldirishdi. Uning oxirgi sababi deb Winjabao aytibdiki, bular berayotgan maoshni moliyaga qo'yishni. Debdi, gap birli moliyaga qo'yish masalasi emas. Sen uning maoshini darhol to'xtatmaysan. 5 moçellik partiyaga berayotgan maoshni. Biroq bu rost bo'lsa 450 ming kishilik internetni kuzatish qo'shini zapas kolonnani amaldan qoldirdi degan gap mana bu so'zlar bir yerdan chiqadi vatandosh. Partiya matbuotlarining uchur aloqa yo'llarini tamoman qamal qildi. Ko'rdingizmi? Chunki Kompartiyasi shu hamon gumron bo'ldi deb qaraldi va ansirdi. Agar ishni biz mushunday keskin boshlaydigan bo'lsak, chunki Kompartiyasi shu hamon gumron bo'ldi deb ansirdi. Vaqtda Jungo nim bo'ladi, tasavvur qilib oling vatandosh. Shunglashqa ishni mushundaq boshladi. Qaraganda Xi Jinpingning yadrolik o'rnini saqlab qolinmaydigan bo'ldi. Endi yadroligidagi, padroligidagi degan gaplar tamam tugadi. Huquqmi yo'q, tugadi. Uni saqlab qolinmaydigan bo'ldi. Yana qaraganda yiqilay degan tomni ishtirib etish va bu tomni ishtirib o'rib etishda qoldi. Eshib qolgani mana shu ish deydi. Amerika Qo'shma Shtatlari nima uchun? Amerika Qo'shma Shtatlari nima uchurdan xabar topdi? Bu ayrim kichik mavzu ekan juma vatandosh. Amerika Qo'shma Shtatlari Sharq vaqt 10-oyning 2 kuni amaliyoti bizning hisobimizda 3-kuni. Amerika Qo'shma Shtatlari davlat ishlar katibi Antony Blinken Jungoning davlat bayramini tabriklab bayonot e'lon qildi. Bu yil davlat bayramini tabriklash 10-oyning 1-kunidan keyinga qoldirildi. Amerika tarafining Jungoning davlat bayramini tabriklashi keyinga qoldirildi, kechiktirildi. Tabriklaganda faqat Jungo xalqini tabrikladi. Jungo Kompartiyasi hokimiyatini yoki Xi Jinpingning ismini eg'izg'anmadi. Tomosha chiqdimi vatandosh? Texmi qiziqarli bir taraf shuki, 10-oyning 5-kuni Jungo Tashqi ishlar ministrligi boshlaydi-ku, to'satdan bir xabar tarqatdi va mundaq dedi. Yaqinda Amerika Qo'shma Shtatlari prezidenti Jo Bayden Jungo Kompartiya boshlig'i Xi Jinpingga telegramma yo'llab, Jungo Xalq Jumhuriyati qurilganligining 75 yilligini tabrikladi dedi Jungo Tashqi ishlar ministrligi. Prezident Joe Biden telegrammasida Xi Jinpingni va Jungo xalqining bayrami munosabati bilan
təbrikledi. Hem Cungo halkını Xi Jinping'le bayram münasebeti bilen təbrikledi dedi. Bunu Azerbaycan'ımız dostlarga Cungo Taşqı İşler Ministerliği yalgan sözlep durup Xi Jinping üçün zürür tepilgan vaziyet yaratıvatıdı. Muhit yaratıvatıdı dedi vatandaş. Azim işe tuttu son, bunu yani ikincisi ayırıp durup sözleyle devamını vatandaşa.